Tog'a, siz uchun miyani ham tanani ham dam oldiradigan eng yaxshi mashg'ulot nima? Va to'g'risi, o'zi uchun kam yashagan insonlarni ko'rganmisiz? Siz shunaqa insonlarni sarasiga kiraman, to'g'risi. Oila, bola chaqa, ota-ona deb umrni yarmini anavi qildik, xudo xolasa. U yarmini ham shu bola chaqa, mol davlat deb chiqarsak, bu yoqdagi bratlar so'ragan paytida nima qilding, bratishka, senga umr berdim men, maza qilib yasha, hayot ko'r degandi. Nima qilding, savol berganda keyin men aytaman. Mashincha uy oldim, mashincha mashina oldim. Savol zo'r bo'ldi, savol zo'r. Men asosan hech kim menga tegmasa bo'ldi. Yolg'iz qolsam, o'shanda maza qilaman. 21-iyulda Samarqandda